siyosat hammaga qiziqdi. Ya'ni taksist haydab ketayotgan, Yandex haydab ketayotgan haydovchi ham qiziqadi, kerak bo'lsa uy bekasi ham qiziqadi va albatta tadbirkorlar ham qiziqadi, chunki bu kelajak. Endi boshqa tarafdan eng ko'p eshitilgan ibora, men masalan qancha bir 15-20 yildan beri biznes qilayotgan bo'lsak, siyosatga aralashma, siyosatdan uzoqroq yur. Ayniqsa ota-onalarimiz ilgarigi davrlarni ko'rgan, sovet davrlarini ko'rishgan, siyosatdan uzoqlash, yiroq yurgan, o'shanda saqlanasan degan boshqa anaqa tushuncha bo'lgan. Bu yerda o'sha me'yor yoki balans qayerda? Chunki bir tarafdan to'g'ri biza deputatlarni saylaymiz, ular qanaqadir professional siyosat bilan shug'ullanadi, davlat arboblari shug'ullanadi, lekin keragidan ortiqcha uzoqlashish yomonlikka olib kelmaydimi? Aynan olib keladi. Bu siyosatga qiziqma degan so'zga men qo'shilmayman. Siyosatga qiziqish emas, siyosat bu bevosita hayot. Ya'ni har bir insonni oddiy o'qituvchi bo'ladimi, oddiy o'sha taksi haydovchisi bo'ladimi, yoki vazir bo'ladimi, yoki katta mansabdor bo'ladimi, xohlaymizmi, yo'qmi, hayotimiz mana shu davlatning ichida yashash bo'ladigan bo'lsa, shu davlatning taqdiriga bog'laydigan nuqta bizani aynan siyosat. Ya'ni bizning ishtirokimiz, har bir fuqaroni ishtiroki bor bu jarayonda va bu ishtirok majburiyat va huquqlar nuqtai nazaridan to'g'ri idrok etilishi kerak. Va jamiyatning siyosiy tafakkuri degan nuqtai nazar aynan shu, har bir jamiyatning ishtirokchisi bo'lgan fuqarolarni qancha foizi buni haq-huquqlarini va majburiyatlarini to'g'ri anglaydi va o'z vakolatlari darajasida bu imkoniyatlardan foydalanadi degan masala bilan o'lchanadi. Shaxmat siyosatga o'xshaydi. Kamida 3 qadam oldindan reja bo'lmasa, o'yindan chiqasan deyshadi. Menimcha aksi. Siyosat shaxmatga o'xshashi kerak. Murakkab rejalar aniq chegaralangan qoidalarni buzmay amalga oshirilishi lozim.